Bu mashina qaysi mashinaligini taxmin qilib ko'ringlar. Ko'p cho'zib o'tirmayman. Bu biz tayyorlayotgan Jiguli mashinasi. Eshigini yopilishini ko'ring. Yengil yopiladi. Bilasizlar, bu mashinani polni noldan har bir detalni almashtirib, gram shpoylab kiymaydigan qilganmiz. Mashinaning tekisligidan ham bilsanglar bo'ladi mana. Figuralariga, zazorlariga alohida ahamiyat berasiz. Hammasi zabatskiy bo'lgan. Shunchaki mehnat uchun bir dona laykni bosib ketasiz. Salon qismida ham o'zgarish bo'lyapti. Salon qismiga birinchi qilinadigan ish Monza signallarni uстановка qilinyapti. O'zi bilasizlar, Monza mashinasi yaqindan chiqishni boshlagan. Shuni hisobiga sidinkalar, maslar ko'p ishlatilmagan, kojalari tarang turadi mana. Iplari, choklari umuman so'kilmagan, bitta chiqib qolgan iplar bo'lmaydi. Bitta himchiskasini qilinsa bo'ldi. Ikkinchi plyusi bo'lsa, salon qismida joy kengroq bo'ladi. Orqa signallari bilan uстановка bo'ladi. Ozgina perdelkali ishi bor, lekin komplekt uстановка bo'ladi Monzaning sidinasi. Orqada ketayotgan odamni joyini ko'ryapsizmi, kengligini? Oldida ketayotgan odamni joyini ko'ring. O'rtada ham bemalol Malibu bar desiz, Malibu bar, Tahonikini desiz, Tahonikini yoki Merz bar qo'yaman siz, joy kengroq bo'ladi.